Bismillahirrahmanirrahim. Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. Təbarəkəl-ləzî biyedihil-mulku və huve alâ kulli şeyin qadir. Bütün asman ziminin padişahlığı ilkide bolğan Allah'ın bərkəti büyüktür. Allah hər nərsəyə qadirdir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Sizlərdən qaysınlarının əməli ən yaxşı ikənligini sınaş üçün Allah ölümni və tiriklikni yaratdı. Allah g'olibdir. Tövbə qılğucunu nəhayət məğfirət qılğucudur. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Allah 7 osmonni birinin ustida qilib yaratdi. Mehriban Allah'ın yaratışıda hiç noksanını görmeysen. Sen osmonlarga tekrar qarab baqqın ki, birer yo'chuqni ko'ramsan. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Ondan sen yani 2 qitim qarag'in. Ko'zing osmonlarda birer noksanını tepishdan ümit üzgen ve talgan aldı qaytıdı. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Bizge barlıq osmonlardan eng yaqin osmonni, chiroqlar, yani yoruq yulduzlar bilan bezdik ve ularni farishtalarning so'zlarini o'g'irliqcha tingshashga uringan shaytonlarni otadigan narsa qildik. Yani shaytonlar yulduzlardan chiqqan sho'li bilan etildi. Shaytonlarga oxiratda do'zax azobini tayyorladik. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Parvardigarni inkar qilganlarmi do'zax azobiga duchor bo'ladi. Do'zax nima degan yomon joy? إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ. Ular do'zaxga tashlangan chaqda qaynab turgan do'zaxning eshak angragandek sert ovozini anglaydi. تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. Do'zax g'azabdan parchalanib ketishga tos qoladi. Do'zaxqa har qachon bir to'p odam tashlangan chaqda do'zaxqa muvakkal farishtalar ulardan sizlarga ogohlantiruvchi, ya'ni payg'ambar kelmaganmidi deb so'raydi. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. Ular undaq emas. Bizga haqiqatan ogohlantiruvchi kelgan. Biz uni inkor qildik. Hamda biz Allah hech odamga vahiydan biror narsa nozil qilgani yo'q. Sizlar faqat chunqur ozg'unliqda dedik, deydi. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Ular agar biz payg'ambarning so'zlarini anglagan yoki tushungan bo'lsak, ahli do'zax qatorida bo'lmas edik, deydi. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. Ular günahını tonuydu.
ahli do'zax Allohning rahmatidan yiroq bo'lsin. Innallazina yakhshawna rabbahum bil g'aybi lahum maghfiratun va ajrun kabir. Parvardigordan ko'rmay turib qo'rqqanlar mag'firatga va katta savobga erishadi. Wa asirru qawlakum aw jahru bihi innahu alimun bizatis sudur. Sizlar so'zinglarni maxfiy qilinglar yoki oshkor qilinglar, Alloh hamon uni bilib turadi. Alloh haqiqatan dillardagi sirlarni bilguchidir. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Mahluqotni yaratgan zot bilmamdi. U shaylarning nozik taraflarini bilguchidir. Hammadan to'liq xabardordir. Huvallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. Allah sizlarga zaminni mengishga oson qildi. Zaminning atrofida menginglar. Allohning bergan rizqidan yanglar. Sizlar tirilgandan keyin Allohning dargohiga qaytarilsizlar. أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. Ey kuffarlar, osmondagi zotning yer tavrigan chaqda sizlarni yerga yutqizib etishidan qo'rqmamsizlar? أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ. Yoki osmondagi zotning sizlarga tosh yog'dirishidan qo'rqmamsizlar? Sizlar azobni ko'rgan chaqda mening ogohlantirishimning qanday ekanligini, ya'ni haq ekanligini bilasizlar. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. Ulardan ilgari o'tganlar payg'ambarlarini yolg'onga chiqardi. Ularni azob tushirish bilan ayblaganligim qanday ekan? أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ. Ular qanotlarını yaygan ve yıqqan alda üstüde uçup ketayotgan qushlarga ibret gözü bilen qaramamdı. Qanotlarını kergen ve yıqqan alda üstlerinde uçuyotgan qushlarni qanotlarını açqan ve yıqqan çağda yerge düşüp ketishten faqat Allah kudreti bilen tutup durdu. Allah hakikaten her nersini görüp turgucudur. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ. Sizlerge Allah yardım bergenden taşqiri, yani kim sizlerge yardımcı qo'shin bo'lalaydi? Kafirlar faqat aldinish ichidadir. Yani şeytan onlarını azap nazil bolmaydı deb aldaydı. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ. Eğer Allah rızkını tutup kalsa, sizlerge kim rızık berdi? Ular takabburlukta, haqdan yiroqlashishda azvaylab ketgandir. أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Zadi qaysi adam yol tapalaydı? Beşini sangıltıp mangan adam mı, yoki qaddini rus tutup tuz yolda mangan adam mı?
قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Ey Muhammed, ularga aytqinki, Allah sizlarni yaratdi. Sizlar uchun quloqni, ko'zlarni, dillarni yaratdi. Sizlar oz shukr qilasizlar. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. Aytqinki, Allah sizlarni yer yuzida yaratib, ko'paytdi. Hisob berish uchun Allohning dargohiga to'plansizlar. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. Ular, agar sizlar rostchil bo'lsanglar, bu va'da qachon ishga oshirildi deydi. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. Ey Muhammed, ularga aytqinki, bu haqdagi ilm, ya'ni qiyomatning qachon bo'lishi Allohning dargohidadir. Men faqat ochiq ogohlantiruvchiman. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. Ular azobning o'zlariga yaqinligini ko'rgan chaqda yuzlari qordab ketdi. Ularga, "Mana bu sizlar dunyodagi cheg'inlarda talab qilgan narsadir" deyildi. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. Ey Muhammed, sening o'limingni arzu qiladigan mushriklarga aytqinki, aytib beqinglarchu, agar Alloh sizlar arzu qilgandek meni va men bilan bo'lgan mo'minlarni aloq qiladigan bo'lsa, yoki bizning ajrimizni ta'xir qilib bizga rahim qiladigan bo'lsa, sizlarga nima foyda bor? Kofirlarni qattiq azobdan kim qutuldirdi? قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. Aytqinki, o nəhayət mehriban Allahdır. Onunğa iman etdik və onunğa təvəkkül qıldıq. Sizlər kimnin roşan gumraqlıqda ikənligini kəlgüsüdə bilisizlər. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Ularga aytib beqinglarchu, suyunlar yer ostiga singib ketsa, sizlarga kim eqin suv keltirib berdi degan.